Amerikaga green card yutib keldik 2001-yil. 24 yil bo'libdi. Lekin aynan sizni xonadoningizda bir paytda 3 ta opa-singilni kelin qilgansiz. Bunga sabab nima? Katta kelinim kelin qilgandan keyin qarasam singlisi juda ham yoqib qoldi. O'g'limga ham yoqib qoldi, bordi keldi qilardik. Voy, men bu qiz ham yaxshi ekan dedimdagi, ikkinchi o'g'limga Nasibani kelin qildim. Shu qaynona kelinlar o'rtasida ko'p mojarolar chiqadi, kelishmovchiliklar, ziddiyatlar yuzaga keladi. Ya'ni qolgan kelinlarni yo'l yo'riqqa solishda, demak, katta kelin sizga Katta yaqindan kelinim yordam berdi. hissasi juda ham katta. Opa-singillarni kelin qilganingizda aka-ukalar o'rtasidagi ahilchilik qanchalik? Qaynona mana shu yaxshi qaynona bo'lish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Oyjon keldilar, so'chib kelganlar haligacha esimda, lekin mana qizim yo'q edi, endi qizli bo'ldim deb o'shanda aytganlarda-ki, ha, demak, qatlanam sal sho'roq qolgan paytlarimiz bo'lgan, hammada bo'ladi-ku endi. Albatta. Endi peshanada shunaqa yozilgan ekan. O'zi lekin boshidan Oyjonni o'zim yaqin tutganimdan keyin men o'yladimki, endi mendan keyin hali ham ikkita o'sin tushish kerak bu uyga, men bularni qanaqa qilib. Hozirgi yosh kelinlarga nima chiroyli maslahat bera olasiz? Bu sizga qiyinchilik tug'dirdimi bu yerda kelin bo'lish yoki aksincha, ya'ni o'zingiz otangiz tushgan xonadonga tushib, yana ham osonroq kechdimi? Har doim Dildoradan yordam so'raydi. Ya'ni ojoningiz yo'g'ida yana bir savol beraman. Ojoningiz hammalarga bir xilda muomaladamilar yoki shu 3 ta opa aka-ukalar mana shu joyda xonadon yonma-yon ekan, hammalarniki tushunib qolgansiz. Tushunib qolganman-da. Demak, siz hali kelin bo'lib tushmay turib, o'sha razvedka qilib bilardingiz. Uyingizdagilar so'raganda sizga ham ma'qul bo'lgan. Ha, birinchi shok bo'lib qolganman, keyin voy, Kutmagansiz. kutilmagan narsa bo'lgan, lekin ovqatlarni suzib berishlarda, bir qanaqadir nimalarda hammasida baribir paskaska qilib turardilar. Ojoningiz hammalarga bir xilda muomala qiladilar. Mana shuni ojoningiz yo'g'ida deb savol beryapman hamma kelinlarga. O'shalarimizni o'zimizni gruppamiz bor, kichkina gruppachamiz. 3 ta opa-singil, 3 ta o'sinlarniki. 3 ta opa-singil, 3 ta o'sin degan, ha. Juda ham unaqa paytda ayniqsa bir yaqin odamimiz kerak bo'ladi, hammani moralniy ham Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Hurmatli vatandoshlar, bizning International Woman kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu kanalda siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan vatandoshlarimizning hayoti va faoliyatlari bilan yaqindan tanishish imkoniyati bo'ladi. Bugun biz Ohio shtati Cincinnati shahrida yashayotgan 3 opa-singilni kelin qilgan qaynona qahramonimiz xonadoniga tashrif buyurdik. Siz uchun ham qiziqmi? Qani keting, birgalikda suhbatlashamiz. Aziz, ayol aziz, muqaddas hayot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun sizlarnikiga mehmonga tashrif buyurdik. Oyjon, mehmonlar kelishdi uyga. Assalomu alaykum. Said opa, yaxshimisiz? Rahmat, assalomu alaykum. Bugun sizni xonadoningizga tashrif buyurdik. Avvalambor bizani siz bilan suhbatlashish uchun, mehmon bo'lib kelishimizga ruxsat berganingiz uchun kattakon rahmat. Takliflaringiz uchun ham rahmat. Rahmat, sizlarga ham xush kelibsizlar. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor Said opa. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Charchamadinglarmi? Rahmat, alhamdulillah. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Biz bugun xonadoningizga mehmon bo'lib keldik. Bizga suhbatlashish uchun vaqt ajratib, bizani uyingizga mehmon qilib taklif qilganingiz uchun avvalambor sizga kattakon rahmat. Sizlarga rahmat, bizani yo'qlab kelganinglar uchun. Said opa, Amerikaga ko'chib kelganingizga necha yil bo'lgan? Necha yildan beri shu yerda yashaysizlar? Amerikaga green card yutib keldik 2001-yil. 24 yil bo'libdi. 24 yildan beri demak shu yerda yashaysizlar. Xo'jayiningizlar bilan, o'g'il farzandlar, hamma. Xo'jayinim, 3 ta o'g'lim. Birinchi Michiganga kelganmiz. Michigan juda ham sovuq bo'lgani uchun
Axaya yaxshi Toshkent havosiga o'xshaydigan uchun Axayaga ko'chib kelganmiz. Bu yer sizlarga juda ham yoqadi, ya'ni tabiati, iqlimi, hammasi juda ham Nega deganda Axayani ob-havosi Toshkent ob-havosiga o'xshaydi. ya'ni o'xshash bir-biriga. O'xshash, o'shaning uchun ham kelganmiz. To'rtta Michigan fasl juda ham bo'ladi. sovuq edi. Ha, tushunarli. Endi sizni mana shu Cincinnati'da eng namunali oila, namunaviy qaynona sifatida tanishadi va hurmat qilishadi. Ana shuning Rahmat. uchun ham aynan bugun sizni xonadoningizga tashrif buyurdik. Mana shu kelinlarni kelin qilish haqidagi boshidan shuni aytib bersangiz, birinchi keliningizni qanaqa qilib kelin qildingiz, necha yil bo'ldi ularga? Birinchi kelinimni sovchilikka bordim, bir 3-4 ta joyga. Keyin xolalari meni qo'shnim. Bir gapdan gap chiqib ko'chada ko'rganimda, "Voy, Bahodir uylantirmoqchiman. Ko'rmay qoldingiz" dedilar. Men aytdimki, "Voy, qiz qidirib yuribman, Bahodir uylantirishim kerak" dedim. "Voy, bo'lmasam" dedi, "Meni singlimning qizi bor" dedi. Keyin men aytdimki, "Voy, qayerda turadi desam, Oltintepada" dedi. Voy, Ya'ni darilashib, xabarlashib, topib, shu shunaqa suvchilikka qildik. bordik. Suvchilik asosida, demak, to'y ham bo'ldi. Kelin ham uylantirdim ham, uylantirdik ham. Demak, 20 yil bo'libdi keliningiz tushganlariga. 20 yil bo'ldi, Juda ham yaxshi. Keyin shu Hozirgi kunda katta farzandingiz, katta o'g'lingiz baxtli oilalardan biri. Nechta farzandligi bor? Bahodir 3 ta o'g'li bor. Juda ham yaxshi. Said opa, yana bir savolim. Biza hayotda ko'p eshitardik, bitta xonadonga ikkita opa-singillar kelin bo'lganini, ya'ni birinchi qizni kelin qilishadi va ikkita qudalar bir-biriga ma'qul kelgandan keyin qudachilik sinovlarida, qudachilik mingchilik deb aytishadi. Keyingi singillarni ham, ya'ni kelin qilishadi. Aynan bitta xonadonga ikkitadan kelinlar, o'sha opa-singillar o'sin bo'lishadi. Lekin aynan sizni xonadoningizda bir paytda 3 ta opa-singilni kelin qilgansiz. Bunga sabab nima? Katta kelinim kelin qilgandan keyin qarasam singlisi juda ham yoqib qoldi. O'g'limga ham yoqib qoldi, bordi keldi qilardik. Keyin o'g'lim aytdiki, "Shu Durdonani menga olib bersangiz, oyi" dedi. Ya'ni o'g'lingizlar o'zlari ko'rib, o'zi xohlab, men Durdonani olsam yaxshi bo'lardi, oyi sovchi qo'ying, sovchilikka boring dedi. Keyin shu bilan Timurni potaqa qildik tegi. Keyin amaklarining qizlari bular kirib qolishdilar, qo'shni. Keyin ko'rdimdagi Nasiba ham yoqib qoldi. Men aytdimki, "Voy, meni qiz ham yaxshi ekan" dedimdagi, ikkinchi o'g'limga Nasibani kelin qildim. Potaqasini qilib, keyin qo'sh kelin qilganmiz. To'y qo'sh kelin bo'lganda, to'yi. Ha, bir paytda demak ikkita amakivachchalarni kelin qilgansiz. Ya'ni eng katta keliningizlar bilan eng kichkina keliningizlar haqiqiy opa-singillar va o'rtadagi kelinlar amakini qizlari. Lekin amakini qizlari bo'lsa ham bilamizki, xolalar, tog'alar, amakilarning qizlari yoshlikdan birga o'ynab, birga katta bo'lib, opa-singildek katta bo'lishadi. Baribir sizni xonadoningizda aynan mana shu 3 ta opa-singilni kelin qilish holatlarini sizda ko'rib turibmiz. Qudalaringiz ham rozi bo'lishdimi? Masalan, o'sha bir-biringlar bilan qudachilikda sinovda bo'lib, sizlar ularni sinab, ular sizlarni sinab, o'zligi rozi bo'lib, demak, mana shu opa-singillarni kelin qilib berishdi sizga. Xuddi shunaqa bo'ldi. Hozirgi kunda bilamizki, siz o'zingiz ham ko'p eshitsangiz kerak, atrofda qaynona kelin munosabatlari eng bir qiyin mavzulardan biri. Hozirgi kunda shu qaynona kelinlar o'rtasida ko'p mojarolar chiqadi, kelishmovchiliklar, ziddiyatlar yuzaga keladi. Aynan sizni xonadoningizda, ya'ni hayotda, turmushda o'sha kelayotgan qiyinchiliklarni qay tarzda buni yechimini yechib yoki bo'lmasa shuni ko'rish yengillashtirasiz? Mana shu Dildorani kelin qilganimda, Dildora o'zi bularga qaraganda biladi, yosh kattalar bilan qanaqa muomala qilishi. O'shaning uchun bizdan kelganda qiyinchilik bo'lmadi. Biz darrov bir-birimiz bilan til topishib ketdik. Dildora o'zi juda ham yaxshi kelinim. Keyingi kelinimni kelin qilganimda, kelin qilganimda endi bir amakini qizi yo'q. Keyin bittasi o'zining singlisi bilan qo'sh kelin bo'lgan, bitta to'y qilganmiz. O'shanda Dildoraga qarab, qanaqa muomala qilish kerak, nima deyish kerak, ko'proq Dildora, men bu tarlashmadim. Ko'proq Dildora bilan maslahat berib, yo'lga soldi-da, "Men bunaqa deysizlar, men bunaqa qilasizlar" deb. O'sha Dildoraning gapi bo'yicha bular shu javob muomala qilib bir-birimiz bilan chiqishib ketganmiz. Demak, birinchi kelinni siz kelin qilib, tarbiyalab, o'zingizni haligi
qaynana yo'l yo'rig'iga tushirib olgandan keyin keyingi kelinlarda demak o'zingizni haligi nima deydi sotti kelin desiga bo'ladi qo'shtirnoq ichida albatta. Ya'ni qolgan kelinlarni yo'l yo'riqqa solishda demak katta keliningiz sizga Katta yaqindan kelinim yordam berdilar. hissasi juda ham katta. Chunki o'zini singlisi, amakisini qizi, misol uchun bir narsani mana qilish kerak edi, mana qilib qo'yibsan desa, xafa ham bo'lmasdi-da, xafa ham bo'lmaydi. Endi men unaqa narsalarga aralashmadim. Chunki unaqa narsalar bo'lmadi ham, balkim o'zaro kelishib, mana qilamiz, buna qilamiz, mana bunaqani holinglar, mana bunaqa ish qilish kerak deb menimcha yo'lga soldi-yu Dildora. Muammo bo'lmadi-da u masala to'g'risida. Demak, qaynona qaynota bilan yashab tajribaga ega bo'lgan katta keliningiz hamma kelinlarni yo'lga solishda sizga katta Yordam berdi, ha, to'ppa-to'g'ri. Yordamchi bo'ldi desak bo'ladi. Ha. Demak, keyingi kelinlaringizni olganingizga necha yil bo'ldi? Kattasiga 20 yil bo'libdi. 20. Keyingi kelinlarim 2011-yil uylantirganman-da. Bular qo'sh kelin bo'lgan. O'shaning uchun 14 yil bo'libdi demak. Ha, Qo'sh kelin bo'lgan dedingiz, demak kattasiga 20 yil, keyingi kelinlaringizga 14 yil bo'lgan. Ha, xuddi shunaqa. Bilasizmi, o'zbek oilalarida mana shu o'g'sillar munosabati ham o'ziga yarasha alohida e'tiborga loyiq bo'lgan munosabatlardan biri hisoblanadi. Bular o'rtasida opa-singil bo'lganligi uchun qanaqadir bir kelishmovchilik, tushunmovchiliklar yoki ziddiyatlar ham yuzaga kelgan paytlar bo'lganmi? Lekin men ko'rmadim, sezmadim. Balki o'zaro kelishgandir-ku, unaqa emas, men bunaqa qilgan, men bunaqa bo'ladi degan bo'lsa kerak. Lekin unaqa ziddiyatlarni ko'rmadim. Demak, sizga bu narsalar hech qachon sizgacha yetib kelmagan. Yetib kelmagan, ha, o'zaro hal qilishgan. Muammolar bo'lsa ham ichki, ya'ni o'zligi opa-singil shu oldingidek hal qilgan. Men shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Chunki men ko'rmadim-da unaqa muammolarni. Opa-singillarni kelin qilganingizda aka-ukalar o'rtasidagi ahilchilik qanchalik? O'sha masalan munosabatlar o'zgardimi, bir-birligidan uzoqlashdimi yoki aksincha yanada yaqinlashib, ahillashdimi? Yo'q, aka-ukalar o'zi asli ham bir-biri bilan mehribon juda ham. O'zi uchtagina, uchalasi ham mehribon. Lekin bular uylangandan keyin o'rtada qanaqandir kelishmovchiliklar bo'lmadi. Naborat yaxshi bo'ldi shekil. Hech qanaqa narsa. Yanada jipslashdi. Juda ham yaxshi bo'ldi unaqa gap so'z Chunki bo'lmadi. aynan aka-ukalarni o'g'sillar mana shu bir-biriga mehribon yoki yaqin uzoqlashib ketishida kelinlarni ham roli katta deyiladi hayotda. Shuning uchun mana shu mavzuga ham alohida to'xtalib o'tdim. Said opa, endi aytingchi, qaynana mana shu yaxshi qaynana bo'lish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Qaynana kelin munosabatlarida. Endi nimaga e'tibor berish kerak? Bilmadim endi. Men bunaqa qilinglar, unaqa qilinglar ham demadim, o'zaro kelishib ketdi. Chunki bular opa-singil, u amakini qizi. Kelinlaringiz xatolikka yo'l qo'ysa, biron narsani deylik, ovqatni kuydirib qo'yishdi yoki sho'r qilishdi yoki biror idishni sindirib qo'yishdi. Shunda masalan urushib, do'q qilib, keskin gapirib yo'lga soldingizmi ularni yoki bir chiroyli muomala bilan, muloyimlik bilan yoki aksincha shu narsani erkaklarga bildirmay qo'ya qolaylik deb qanaqa kechdi shu jarayonlar sizda? Misol uchun biror narsa singanini bilmayman, lekin qanaqangidir bir hali siz aytgandek ovqat birda tuzi ko'p, birda kam bo'lib qoladi. Endi bildirmaslikka harakat qilaman, lekin sal anaqa tamom o'zgaribdimi deyman, o'shandan o'zligi tushunib olishadi-da. Keyingi kelinlar ham, "Voy, mana shunaqa bo'pti, kamroq solish kerak ekan" degan fikrga borishsa kerak. Lekin unaqa narsa bo'lmadi. Ha, tushunarli. Demak, siz o'sha haligi kichkinagina bir chiroyli namyoklar bilan tushuntirib, buni albatta shu kelinlarga xatolarini yetkazib to'g'rilashga demak harakat qilasiz. Juda ham chiroyli uslubni qo'llayotgansiz. 3 ta keliningizdan agar sir bo'lmasa, qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Birinchi Dildora tushganmi? Dildora ko'ndikdek bo'lgan. Hech unga hech qanaqa bir "Mana noto'g'ri qilibsiz, mana unaqa" degan emasman-da. Chunki Dildorani o'zi bularni qo'lda turgan. Bular qarib qolgandan keyin oylari Dildorani oylari oyimga sanqari qolgan deb qizlarini oylarini oldiga qo'yib qo'ygan. Dildora buni katta qilgan, buviga qaragan. O'shaning uchun menimcha Dildorada opit ko'proq bo'lganda. Aha. Demak,
o'sha bu dodalariga qaragan bo'lganligi uchun ularda tajriba, hayotiy tajribalari Ha, katta bo'lgan. to'ppa-to'g'ri, Yosh shunaqa. kattalarga qanaqa muomala qilish kerak, ularga ko'proq nimalar yoqadi. Aynan shu tajribalar menimcha katta keliningizni xonadonda yaxshi kelin bo'lishiga sabab ham shu deb o'ylayman va keyingi singillarining ham baxtli hayot nima deydi taqdiriga shu keliningizni ham menimcha hissalari katta deb Katta. o'ylayman. To'ppa-to'g'ri, shunaqa. Hozirgi kelinlarga nima maslahat bera olasiz? Mana uchta kelinni qaynonasi, tajribali qaynona sifatida nimalarga ko'proq masalan e'tibor berish kerak hozirgi kundagi yoshlar, kelinlar? Endi hozirgi kundagi yoshlarga sabr qilish kerak. Bo'ladi-yu oilada har xil voqea. To'g'ri. O'shaning uchun sabr qilish kerak. Er tomondanmi, qaynona tomondanmi, bo'ladi unaqa narsa, hamma oilada bo'ladi. Faqat sabr qilish kerak menimcha. Ya'ni e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, menimcha hech qaysi qaynona, qaynota yomon niyatda kelin qilmaydi albatta. Qaynona, qaynotaning ham e'tirozlarini to'g'ri qabul qilib, uni to'g'ri talqin qilish kerak deb o'ylayman men ham. To'g'ri, xuddi shunaqa. Agar shu narsalarga e'tibor berib, mana bu yerda shunaqa xatolikka yo'l qo'yibman, shu xatoyimni to'g'irlavasam, keyingi safar bunaqa e'tirozlar bo'lmaydi degan o'zligiga to'g'ri qarori vaqtida chiqarib, sabrli, har bitta narsada hushyor bo'lishsa, menimcha yaxshi baxtli oilalardan biri bo'lishadi deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Endi ruxsat bersangiz, kelinlaringiz bilan ham bitta suhbat o'tkazsak. Ha, bemalol. Rahmat. Dildora. Dilfuzaxon, sizni suhbat qilmoqchilar. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xush kelibsiz. alhamdulillah. Choydan qiling, choydan iching. Bular katta keliningizlar? Ha, katta kelinim Dildoraxon. Juda ham yaxshi. Hozir oyijoningiz sizni tanishtirib, bu dodalariga qaraganlar. Bular bilan menda qiyinchilik bo'lmagan, juda ham yaxshi 20 yillik kelinlar. Mana shuna qarashlarimdan bilib oladilar, bitta namyoklarimdan, ya'ni gaplarimdan bilib oladilar, qaysi joyda to'g'ri qilgan yoki noto'g'ri qilganliklarini. Rahmat. Hozir sizni ta'riflab turgan edilar. Rahmat. Endi siz bilan suhbatni davom ettiramiz. Bizga ruxsat bersangiz, Dildoraxon bilan bir ikkita savollarim bor, savol berib, ularning ham fikrlarini bilmoqchiman. Voy, bemalol gaplashib, suhbatlashib, mana shunday oshxonaga chiqib xabar olib keling, xo'p? Xo'p, rahmat. Dildoraxon, oyijoningizdan sizni ta'riflaringizni eshitdik, juda ham chiroyli ta'riflar berdilar. Endi sizdan eshitmoqchimiz. O'zingizni shu xonadonga sovchi bo'lib boshlagandan buyog'iga kelin bo'lib tushgan hammasini bir chiroyli ta'riflab aytib bersangiz. Qanaqa aytsam ekan, shu oyijon keldilar, sovchi bo'lib kelganlar haligacha esimda, lekin qanaqadir anaqali nima dedi, sho'xliklari, nima desam ekan, gapga ustaliklari, keyin samimiyliklari, shunisi juda ham anaqa. Oyijon o'z oyimga ham yoqdi. Keyin oyim aytdilarki, juda ham yaxshi ayol ekanlar. Oldin ham bilardim, lekin u darajada yaqin bilmagan edim deganlar. Keyin o'zim bularni ko'rib, keyin hazilkash bo'lib anaqa qilishlari ham juda ham o'shanda voy anaqa yaqin tutib nima qilganlari o'zi menga yoqqan edi. Keyin o'shanda o'zimga o'zim aytdimki, qizlardek bo'lsam, menimcha meni shunaqa qabul qiladigan ekan. O'zlari ham to'yda ham aytganlar, qizim deb, mana qizim yo'q edi, endi qizli bo'ldim deb o'shanda aytganlarda, keyin ha, demak, qizli bo'lishim kerak ekan degan menda anaqa bo'lgan, fikr tug'ilgan o'shanda to'ydan keyin. Demak, sovchilikka borganlarda qaynonangizlar bilan ko'rishganda sizga juda ham yoqqanlar, samimiylari, ochiq ko'ngilliklari Shunaqa. Va haqiqatda bir-biringlarni juda ham bir samimiy qabul qilgansizlar. Ular men bosh kelinim qizdek bo'lsin menga deganlar, siz ham o'zingizni ikkinchi onangizdek qabul qilgansiz. Ha, shunaqa. 20 yil bo'libdi tushganingizga, 20 yil ichida hayotda albatta qiyinchiliklar, past-u balandlari bo'ladi. Busiz hech ham iloji yo'q. Mana shu vaziyatlarda qanaqa muammolarga duch bo'lganingizda yechimlari oyijoningiz bilan, xo'jayingiz bilan qanaqa kechgan? Shu kelin bo'lib tushibmanki, oyijon har doim misol uchun shu uyni ham tanishtirishda oyijonning katta rollari o'ynaydi. Chunki ular anaqa qilib, nima deydi? Bunaqa qilamiz, keyin bunaqa qilib kelganmiz, keyin mana bunaqa narsalar qilamiz deb, misol uchun misollar bilan tushuntirib, shuni boshma-bosh etib kelardilar-da menga. Ya'ni har bitta narsasini o'z tartibi bilan, shunaqa qilib, insonlarning xarakteristikasi bilan qanaqa yondashsangiz yaxshiroq bo'ladi. Demak, har bir elementlarni tushuntirib borganlar. Ha, shu ya'ni anaqa qilibdi, ya'ni yaxshi tushuntirib,
ora-orada to'g'ri kelib qolganda, gapga gap to'g'ri kelib qolganda shularni aytib tushuntiradilar. Ha, demak shunaqa qilishim kerak ekan. Ha, demak bunaqa qilmasam yoqmasligi mumkin ekan deb shu narsalarni o'zimga sekin anaqa zametkaga olib Va qo'yganman. buni to'g'ri qabul qila boshlagansiz. Shunaqa. Keyin misol uchun orada bo'ladi, haqiqatan aytganingizdek, yaxshi kun bor, yomon kun bor. O'sha yomon kunlarda ham nima deydi, o'zlari nima deydi, bo'ladi shunaqa sharoitlar, anaqa o'zlari nima qiladilar-da. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi bu narsa. Misol uchun shunaqa qilib bosib, yaxshi gapirib, qo'yavering deb anaqa qilgan paytlar bo'lgan. Juda ham ko'p bo'lgan. Xo'jayingiz bilan kelishmovchiliklar bo'lsa yoki boshqa narsa vaziyatlardan xafalashib qolganingizda ham demak sizga taskin berib, oldilariga olib, shunaqa qiladilar. maslahatlar Shunaqa qilib berganlar. keladilar. Ha, shunaqa bo'ladi. Hech sizni koyiganlarmi? Bo'ladi-ku baribir eng kichikkan kelinlarda ovqatni tegini oldirib yuborish, nimanidir sho'r qilish, nimadir sindirib qo'yish holatlarida. Endi boshida bo'lgan, shunda lekin oyijon anaqa eslamadilar. Boshida bo'lgan, lekin shunga ham oyijon yaxshi qaraydilar. Ya'ni unaqa yomon qabul qilmaganlar, hech qachon unaqa Hech "Voy, narsa sindirib qilmaydi." qo'yibsiz-a deb anaqa qilmaganlar lekin. Ya'ni hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Voy, mayli qo'yavering degan paytlar bo'lgan yoki ovqatlarni ham sal sho'rroq qilib qo'ygan paytlarimiz bo'lgan, hammada bo'ladi-ku endi. Albatta. O'shanaqa paytda ham misol uchun anaqa voy sal sho'ra bo'lib qopti-ya, deydi, bo'ldi. Undan ortig'iga hech Ya'ni ham to'g'ri o'tmaganlar. maslahatlarni berib, o'sha xatoinglarni chiroyli so'zlar bilan sizga har doim tushuntirib shunaqa bo'lib ketishga kelgan. harakat qilgan. Endi mana haqiqatda qiziq vaziyat sizlarning xonadoningizda. Ikkita opa-singillar kelin bo'lganini eshitardik, lekin 3 ta opa-singillar kelin bo'lganini mana shu sizni xonadoningizda ko'rib, juda ham bir ham havas ham qildik, ham hayrat ham bo'ldi bizda. Mana shu singllaringizni kelin qilishda, ya'ni o'sim qilishda sizda muammolar bo'lmadimi? Baribir o'slar o'rtasida bo'ladi-ku, to bir-birini tushunmaguncha. Ha, to'g'ri. Balki opa-singil bo'lganinglar uchun sizlarda boshqacharoq kechdimi? Qanaqa bo'ldi shu vaziyatlar? Endi opa-singil bo'lgandan keyin haqiqatan to'g'ri, misol uchun boshqa begona bo'lganda qanaqa bo'larkin deb o'ylab qo'yaman, lekin o'sha o'zimniki bo'lganidan keyin misol uchun mana bunaqa narsa bo'ladi-da, bir xil paytda boshqacharoq solib qo'ysa ovqatni, voy unaqa emas, bunaqasi yoqadi dadajonga yoki bu qaynog'amga bunaqasi yoqadi yoki bularga bunaqa solish kerak deb orada aytolmayman. Bemalol o'zimniki qilib aytolmayman shu Ya'ni narsani. singil sifatida ularni o'z kerak pozitsiyada o'sin sifatida ko'ra olasiz, kerak pozitsiyada singil sifatida maslahatingizni to'g'ri berib, sizga ya'ni begona o'sinlardan ko'ra o'zingizni singillaringiz bilan o'sin bo'lish va ularni yo'l-yo'riqqa, hayot yo'l-yo'riqlariga solish ancha oson bo'lgan. Ha, oson bo'ldi. Lekin yana bitta o'ylaymanki, yaxshi tomoni, misol uchun o'z bolalarni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Keyin shu bolalarni ham misol uchun bularni o'zaro ham shunaqa bo'ladi. Boshqa anaqa misol uchun Durdonada ham shunaqa bo'ladi, Nasibada ham shunaqa bo'ladi. Ha, uchalamizda ham anaqa bir-birimizni bolalarimizni key qilamiz. Ajratmasdan, ya'ni bir paytda qaysi biringlar qarab turish imkoniyati bo'lsa, shunaqa olib kelsan, san ketasan, yurishinglar bo'lsa, bir-biringlarga tashlab ketasiz. Shunaqa qilamiz. Ha, o'shanda xuddi o'zimizdan bolamizdek qarab, yedirib, ichirib, uxlaydigan paytda uxlatib, pampers payti bo'lgan payti bor, o'sha paytda almashtirib, shunaqa qilganmiz. O'shanisiga aytaman, agar begonasi bo'lganda, menimcha shu darajada qilmagan bo'larmidimi deb o'ylayman-da, lekin. Ha, endi to'g'ri gaplaringiz, menimcha yaxshi insonlar baribir shunday ham to'g'ri samimiy qabul qilardinglar deb o'ylayman, lekin bu albatta taqdir. Ha, to'g'ri. Keyin yana bitta narsasi plusi deb o'ylaymanki, birimizdan xo'jayinlarimizda ham voy bu Durdonani eri yoki bu Nasibani eri deymizda, ya'ni bularniki-ku deb anaqa ajratish yo'q. O'shanda ham yana chiroyli qilib ovqat solib berish yoki chiroyli qilib kutib olish, o'sha narsa bo'ladi. Ha, o'sha narsa ham. Ya'ni aka-ukalar yana ham ahillash. Mana siz shu narsani ko'proq kuzatgan bo'lishingiz kerak. Aka-ukalarda masalan uylanishdan oldin ham ahil bo'lgan deb aytdilar saytipamlar. Uylangandan keyin yana ham bular jipslashdi deb aytib o'tdilar. Haqiqatda shu narsani kuzata oldingizmi masalan? Ha, haqiqatdan misol uchun bir xil paytda tuzuk ovqat qilib qolsa, kelinglar, biznikida ovqatlanamiz bugun deb anaqa qilamiz-da, keyin unda hammalik ovqatlanib bo'lgandan keyin erkaklarni o'zi o'tirib qolishsa stol atrofida bir o'zligi oldingi yoshlik paytligini ham eslab bir narsalarni aytib kulib ham qo'yishadi. Yoki hozirgi bo'layotgan narsalarda ham hammaligini anaqasi bitta joydan chiqadi fikrligi. O'shaning uchun o'sha anaqalarni ham uchilovligi anaqa qilib ham bir xilda gaplashib, nima qilib o'tirishadi-da, shuni muhokama qilib o'tirishadi-da. O'sha narsalarda unda chetdan qarab qo'yaman-da, ha, mana chaqirdik mehmonga, mana hammaligi boshligi qo'shilib, hozir gaplashib, yaxshi o'tirishibdi-ya deb o'ylab qo'yaman o'zimcha shunda. Juda ham yaxshi.
Demak, opa singil bo'lganinglar qaytingiz sizlarga ijobiy taraflama, hayotni qiyinchiliklarini, mashaqqatlarini oson yechish, har bir yechimga yengillik bilan nima deydi, javoblar topib, natijalar ko'rish sizlarga ancha oson kechgan. Ha, alhamdulillah. Endi peshanada shunaqa yozilgan ekan. O'zi lekin boshidan Oyjonni o'zimga yaqin tutganimdan keyin men o'ylardim-ki, endi mendan keyin hali yana ikkita o'sin tushish kerak bu uyga. Men bularni qanaqa qilib Oyjon bilan anaqa qilarkinman. Ha, keyin misol uchun sal yaxshi ko'rib qolgan odam, ko'nglim anaqasi tushgan odam bo'lsa, darrov o'shani qizg'anishni boshlaydigan odatim bor-da. O'shaga Bu o'ylardim-ki, katta kelinlarda xos xususiyat kuzatiladi. Ya'ni qaynanani keyingi kelinlardan qizg'anish, o'sinlardan qizg'anish holati albatta bo'ladi. O'shanga shunaqa o'ylardim, qanaqa bo'lar ekan? Qizg'anib qolmasmikinman, anaqa bilinib qolmasmikin shu narsa deb o'ylardim-ki, o'zimniki bo'ldi hammasi. O'shaning uchun keyin o'sha anaqa qiladigan paytda yo'l yo'riqni ko'rsatib, o'sha men tushgan paytimda ancha anaqa tushunib qolganim bilan mana shu uy sharoitini o'shanga anaqa qilardim, ularni to'g'rilashga ya'ni boshqarish sizga oson bo'lgan. Aytingchi, hozirgi mana birinchi shu xonadonda katta kelini sifatida va ko'p yillik tajribaga ega kelin sifatida qaynona qaynota bilan birga yashagan hozirgi yosh kelinlarga nima chiroyli maslahat bera olasiz? Ya'ni mana shunaqa ahil oila, namunali oila, yaxshi kelin bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerak va nimalar qilish kerak? Nimalarni qilmaslik kerak? Endi bu nima desam ekan, hammada eng anaqasi menimcha birinchi uchirda shu qaynona qaynota deb anaqa tushgan joyni nima deydi, onam otam degandek o'sha o'rinda ko'rish kerak. Ikkinchi ota deb qabul qilish kerak. Qabul qilish kerak va qanaqadir orada o'sha baribir o'sha kelishmovchiliklar chiqqanda ham xo'p mayli, to'g'ri sizniki to'g'ri deb aytib nima deydi, bo'yin egish kerak ekan. Keyin misol uchun o'ylaymanki, yaxshi ham men yosh biror paytimda yerga tegdim, chunki bunaqa paytda anaqa qilish ham kelinga ham osonroq bo'ladi, bo'yin egishi ham, bo'yin egib moslashib ketishi ham anaqa o'sha uydagi ota-onalarga ham osonroq bo'lar ekan o'sha kelinni boshqarishda. Endi ya'ni misol uchun ikki tomonlama, ya'ni yoshi kattaroq bo'lsa, o'sha ko'cha ko'rib qolgan deyshadi-ku, anaqa o'sha paytda qiynaladimi o'sha kelinlarga ham oson emas, qanaqa desam, o'sha sharoitga ko'nikib ketishi, qaynotani ham o'sha kelin bilan chiqib ketishlari ham o'sha oson bo'lmasligi mumkin, lekin o'ylaymanki, yoshroq paytda bo'lsa, anaqa qila oladi. Yanada yaxshi bo'ladi. Yana yaxshiroq bo'ladi. Ko'nikib ketishi, moslashib ketishi osonroq kechadi. Rahmat Dildoraxon, chiroyli suhbatingiz uchun. Rahmat. Ilohim sizlarni oilangizga ko'z tegmasin. Aytganingiz kelsa inshaalloh. Endi Dildoraxon, kattakon rahmat chiroyli suhbatingiz uchun. Ijozat bersangiz, o'sinlaringizni ham bir suhbatga tortib, ularni ham fikrini eshitib ko'rsak. Xo'p, bo'ladi. Xush kelibsiz Dilfuza opa. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Assalom. Kelganingizdan xushvaqt bo'ling. Rahmat. yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nasibaxon, biza bugun ibratli xonadon, qaynona, namunaviy qaynona kelinlar sifatida sizlar xonadoningizga tashrif buyurdik va bildingizki, sizdan oldin qaynonangizlar bilan, ojoningizlar bilan, Dildora opangizlar bilan gaplashib nima qildik. Endi so'z navbati sizga berildi. Sizni fikringizni bilmoqchi edik. Shu xonadonga kelin bo'lish qanaqa kechdi jarayonlari va bu sizga qiyinchilik tug'dirdimi bu yerda kelin bo'lish yoki aksincha, ya'ni o'zingizni opingiz tushgan xonadonga tushib, yana ham osonroq kechdimi? Shuni bir chiroyli qilib ta'riflab bersangiz. Qiyin bo'lmadi deb o'ylayman, chunki Durdona bilan qo'sh kelin bo'ldik. Bir kunda ya'ni rozi bo'ldingiz o'zingiz, rozi bo'lgan holatda. Sovchi orqali kechdi. Amakam, kenayim orqali topib, uchrashib nima qildik. Keyin to'ydan keyin ham unaqa qiyinchiliklar bo'lmadi. Dildora bilan ham katta o'g'sinimiz yoshimiz teng. Bir-birimiz bilan birga bemalol bolalikdan opa singil bo'lib birga o'sganmiz. Shuning uchun qiyinchiliklar bo'lmadi deb o'ylayman. Umuman anaqa. Lekin Dildora bizga постоянно anaqa undoq qilish kerak emas, bundoq qilish kerak, yo'l yo'riqlarni aytib, ovqat bu odam bunaqa sho'r yaxshi ko'radi, kimdir sho'rmas yeydi. Shuni hammasini yo'l yo'riqlarni aytib turardi. Haligacha bo'ladi baribir anaqa qilib, nima yo'l yo'riq ko'rsatib anaqa qiladi. Juda ham minnatdorman. Hattoki nima yordam berib, yo'l yo'riq qilganiga har doim o'ziga ham aytaman. Shu yaxshi unaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Ko'ngillariga joy topishga
har doim Dildoradan yordam so'raydi. Ya'ni qaynona qaynotangizni ko'ngillariga Dildorani maslahatlari Albatta. orqali, konsultatsiyalari orqali demak yo'l topish osonroq bo'lgan sizga. Shunaqa. Chunki umuman tanimaydigan odamingiz birinchi marta to'ydan keyin, birinchi marta ko'rishganingizda baribir odam qanaqa muomala qilishni baribir kimdir yo'l yo'qlik ko'rsatib tursa, yana ham menimcha yaxshiroq bo'lgan bizga. Demak, hozir bir baxtli oilalardan biri bo'lishingizga Dildoraxonni ham ma'lum bir darajada hissasi bor. Alhamdulillah. Juda ham yaxshi. Ya'ni bolalikdan birga o'ynab katta bo'ldinglar va hozirgi kunda ham buyog'iga ham davom ettiryapsizlar birgalikda. Masalan, bir o'sinlar o'rtasida kelishmovchilik, ziddiyatlar hech bo'lganmi yoki Dildora sizlarga biror narsani o'rgatsalar to'g'ri qabul qilganmisizlar? To'g'ri qabul qilib, o'zimizni o'zaro naqsa ham, shunaqami deb hazilga olib, ana qilib, unaqa qattiq nima deydi? Ya'ni yomon so'zlar o'tmagan, yo'q, unaqa bo'lmagan. Bir-birimizdan tushunib, chunki tengqurimiz hammamiz bir-birimizdan tilimizni bilamiz, hech kimdan xafa bo'lmaydi. Hazillashimdan borot hazil yo'li bilan olib ketamiz, ana qilamiz. Ojoningiz yo'g'ida yana bir savol beraman. Ojoningiz hammalarga bir xilda muomaladamilar yoki kelinlarga ursalar birdaniga hammamiz ham birga o'zlari ham aytadilar, hammalar eshitinglar deb aytadilar, birga ana qilib bo'ladi. Endi biron bir xatolik qilib qo'ysanglar, sizlarga o'sha maslahat yoki zamichaniyat bersalar, teng qur bo'lib, teng qilib aytadilar. Shunaqa. Hammaga teng qaraylar. Hamma eshitsa, mana aytolman shu narsani deb aytardilar. Juda ham yaxshi. Demak, opa-singillar o'sin bo'lgani yoki o'sha xonadonga kelin bo'lish yanada hayotdagi o'sha qiyinchiliklarni yechib o'tish, qaynona qaynotaga ko'ngliga yo'l topishda yana ancha qulay bo'lar ekan. Albatta, qulaylik bo'lgan 100% deb ayta olaman. Siz demak rozisiz taqdiringizdan, shu xonadonga kelin bo'lganidan, ya'ni o'zingizni shu bolalikdan birga o'ynab katta bo'lgan opa-singillaringiz bilan birga shu xonadonda yana hayotingizni davom ettirayotganingizdan. Albatta roziman. Shirindan shirin ikkita farzandimiz bor, o'g'limiz bor, ikkita o'g'il. Allohim bergan. Yana bilishimcha, shu 3 ta opa aka-ukalar mana shu joyda xonadon yonma-yon ekan, hammalarniki. Kimikida boya Dildoraxon aytib o'tdilarki, kimikida yaxshi ovqat bo'lsa, hammamiz o'sha kuni shularnikida mehmon bo'lib birga bola chaqamiz bilan ovqatlanamiz deb. Juda ham yaxshi. Ulashib turamiz, sada qilib. Sen bir xil hattoki nima ovqat qilding, nima ovqat qilamiz, sen nima ovqat qilsan, shunaqa telefonda gaplashib. Demak, har kuni sizlar bir-biringlar bilan maslahatlashasizlar. Bayram paytlarida qanaqa bo'ladi? Masalan, deylik, hayit bo'ladi. Unda o'rtada bitta xonadonda yasatib hammalar bir joyga yig'ilasizlar, ya'ni. Shunaqa bo'ladi. Ojoningiz bor joyga. Ana qilib oldindan kelishib olamiz, kim nima pishiradi, kim nima qiladi, soat nechiga, qanaqa vaqtliroq kelib, birga qarashib. Bittalarnikida yig'in bo'lsa, demak hammalar baravar kelib, o'sha kimnikida yig'in bo'lsa, qarashib, birga bo'lasizlar. Rejalashtirib qilamiz hammasi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Hozirgi kelinlarga mana shunaqa ahilchilikka albatta tilab qolamiz. Rahmat. Sizlar o'rtasida. Rahmat. O'zingizga ham. Endi eng kenjatoyinglar Durdonaxon bilan ham bir suhbat qilsak. Chaqiramiz. Durdona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Durdonaxon. Yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, alhamdulillah. Biz oyijoningizlar bilan, opajonlaringiz bilan suhbatlashdik. Hayotda ham opajonlaringiz, nima deydi, oilada ham o'sinlaringiz, ular bilan ham suhbatlashdik va sizni ham suhbatga jalb qilib, tortib, sizni ham fikrlaringizni bilmoqchi bo'ldik. Eng kenja kelin bo'lish qiyin emasmi? Uyda opa-singillar ichida kenja qiz bo'lish yaxshi, chunki oyisini, adasini, opa-akalarini erkatoyi bo'ladi. Lekin oilada kelin bo'lib tushgan joyda kenja kelin bo'lish qanaqa kechdi sizda? Opalaringiz tushgan xonadonga sizni so'rab borishdi. Ana shundan boshlab o'zingizni bir nimangizni aytib bersangiz. Xo'p, hayotingizni. Biza boshda endi opam erga teganlardan keyin, endi bilasiz, opasi erga tegandan keyin erga tegmagan singlisi bo'lsa borib qarashib, shunaqa qiladi. Yordamlashishga, shunaqa qilib yordamlashishga borib yurganman. Endi shu borib qarashib, nima qilganimdan keyin to'ydan keyin farzandli bo'lganlar, keyin shu opamga yana farzandli bo'lganlarga borib qarashga nima qilganman. Shunda ancha уже nima deydi, ularni sharoitligini hammani tushunib qolganman-da. Demak, siz hali kelin bo'lib tushmay turib, o'sha
razvedka qilib bilardingiz. O'sha Oyjonni ham endi u paytda Saida deb yurardim, keyin Oyjon qaydan bo'lgandan keyin Oyjon shu paytdan o'sha bilardim, xarakterlari yaxshi, juda ham chunki opamga bo'layotgan muomalalarni ko'rganman men ham. O'shanga anaqa juda ham yoqqanlar o'sha paytda ham. Keyin ancha o'sha xonadonni ham nimasini sharoitini bilib qolganman. Shunaqa qilib endi yoqqan. Taqdir. Sizga ham keyin suvchi bo'lib, shu opangga o'sin bo'lasan deb yuzdagilar so'raganda sizga ham ma'qul bo'lgan. Birinchi shok bo'lib qolganman. Keyin voy, kutilmagan narsa bo'lgan, lekin ota-onam endi aytishgan, shu yana qara, ular o'zing yana uchrashuvga chiqib nima qilgan deyishgan. Endi biz opamning qaynukalari hozir edi meni xo'jayinimlar, ular birga chiqasizlar uchrashuvga o'zinglar deyishgan. Chunki bir-biringlarni anchadan beri taniysilar deganlar. Biz tomonidan, ular tomonidan hech kim chiqish shart emas. Demak, vakillarsiz o'zinglar uchrashgansiz. O'zinglar bilasizlar baribir. Qara chiqib uchrashib gaplashib ko'ringlar deyishgan. Endi unda juda ham hayajonli bo'lgan, chunki oldin boshqa nima deydi, boshqacha nazar bilan qarab gaplashib, salomatlik bo'lgan biz. Endi bu safar boshqacha salomatlik bilan qanaqadir uchrashuv qilib chiqishimiz kerak bo'lgan. Yana bizning oldimizda hech kim bo'lmagan vakil, misol uchun o'shanga ham sal hayajon bo'lgan, to'g'ri. Keyin yo'q, shu taqdir ekan, baribir mana bo'lib ketdi. Lekin opamga o'sin bo'lish hech ham meni xayolimga ham kelmagan. Yashash jarayoningizda-chi, mana hozir sizga 14 yil bo'libdi, oyijoningiz aytdilar, kelin qildim, bularni xush kelin bo'lishdi dedilar. Hech qanaqa bir e'tirozlar bo'lmaganmi? Masalan, yashash jarayoningizda oyijonim menga ularga boshqacha muomala qilyapti, menga boshqacha bo'lyapti yoki sen ko'proq ish qilgin deb opalaringiz, o'silaringiz ish ajratib bermayaptimi, sen kenja kelinsan deb qanaqa bo'lyapti bu jarayonlar? Yo'q, yaxshi bo'lgan, unaqa narsalar hech esimda yo'q. Negativ narsalar misol uchun hammasi zo'r, yaxshi. Chunki kelin bo'lmasdan turib opamni sinisi bo'lib kelib qarashib yurgan paytimda boshqacharoq, to'g'ri. Endi kelin bo'lib tushganingizdan keyin boshqacharoq baribir o'zingiz mas'uliyat boshqacha bo'ladi. O'zingizni bo'yningizga o'tadi. O'sha paytda endi baribir opam ayniqsa nima ovqatlarni suz berishlarda, bir qanaqadir nimalarda hammasida baribir podskaska qilib turardilar. Sizni ustozingiz, demak, tajribaga ega bo'lgan o'zingizni opajoningiz bo'lganlar. O'shanga unaqa qiynalish, shunaqa narsalar bo'lmagan. Oyijoningiz hammalarga bir xilda muomala qiladilar. Mana shuni oyijoningiz yo'q deb savol beryapman hamma kelinlarga. Bir xil, hammalarni baravar ko'radilarmi? Yo'q, Dildora apangizni yaxshi ko'radilarmi? Yo'q, Nasibaxonni ko'proq yaxshi ko'radilarmi? Hammani o'zini nimasi bor, lekin baribir unaqa bildirmaylar. Hammani birdek yaxshi. Hammani birdek ko'radilar. Hammamizdan qizlaridek ko'radilar. Juda ham yaxshi. Demak, opalaringiz biron bir kamchiliklaringiz bo'lsa, o'rgatishsa, uni to'g'ri qabul qilib, ularni yoniga kirib, doim birgalikda nima qilasizlar. Hozir Nasibaxon aytib o'tdilar, bizani birortamizni uyimizda yig'in bo'lsa, borib, qarashib, hammamiz birgalikda harakat qilamiz deb shunaqa nima qildilar. O'shalarimizni o'zimizning gruppamiz bor, kichkina gruppachamiz. 3 ta opa-singil, 3 ta o'sinlarniki. 3 ta opa-singil, 3 ta o'sin degan gruppamiz bor. O'sha yerga srazu yozamiz. Alohida yozib o'tirmaymiz. Dildor opa, Nasiba opa deb o'tirmaymiz. Gruppaga alohida tashlaymiz bitta. Shu kuni shunaqa qilmoqchimiz, nima deysizlar, kim vaqt qanaqa, kim nima pishiradi. Srazu birinchi savol shu. Bo'lishib olasizlar. Kim nima pishiradi? Savol shundan bo'ladi. Keyin bo'pti, men bunisini qilaman, bunisini qilaman. Keyin nechida uchrashamiz, nechida yig'ilamiz. Shulardan boshlab, shunaqa shu gruppamizdan boshlanadi hammasi. Sekin gaplashib kelishib olamiz. Juda ham yaxshi. O'zingizni ota-onangizlar masalan sizlardan xabar olsalar ham xotirjam bo'lib, bittalarga qo'ng'iroq qilib, "Uchalaringlar yaxshi o'tiribsizlarmi?" deb xabar olib qo'yishadi. Bo'ldi, gaplashdim, yaxshi o'tirgan ekansizlar, shunaqa. Yo sizga qo'ng'iroq qilishadi, yo Dildora apangizga, yo Nasibaxonga qilib, hammanglar tinch ekansizlar deb qo'yishadi. Demak, ular ham xotirjam. Ayniqsa opa-singillar mana shu o'sin bo'lganda, farzand shu tug'ilish jarayonlarida bilasiz, o'ziga yarasha qiyinchiliklari, chilla nimalari bo'ladi, 40 kunlik o'ziga kelib olish, chaqaloni ham, onani ham shunaqa paytda bir-biringizga yordam berib, qo'llab, ya'ni nima qilib turasizlar, qo'llab-quvvatlab. Shunaqa, juda ham unaqa paytda ayniqsa bir yaqin odamingiz kerak bo'ladi, hammani moralniy ham nima fizически yordam beradigan odamlar ekan, maslahat beradigan, aytgandek o'shanga yana yaqinmiz, shunisi yaxshi. Ovqat qilsak ham ba'zida nima deydi, "Voy, bugun ovqat qilmay qo'ya qolsam, bolalaring bilan men o'zim qilaman, ikkita oilaga qilamiz." Shunaqa narsalar ham ko'p bo'ladi o'shanisiga. Yoki ular ishdan kelgunlarigacha, "Bugun bitta ovqat qilaylik, men ishim bor edi, ishdan kechroq chiqaman, sen boshlab tur, men borib qarashib boraman."
misol uchun ikkita xonadonga, uchta xonadonga srazi bitta qilib ovqat ham qilaveramiz. Shu ishimizni ham bir xilda sal bo'lishib olamiz, sal yengilroq bo'ladi. Bolalarimizga ham qarashga misol uchun juda ham shu taraflama yaxshi. Yaxshi tomonlari bor. Juda ham ko'p yaxshi tomonlari. Juda ham yaxshi. Rahmat chiroyli suhbatlaringiz uchun. Iloyim sizlarni oilangizga ko'z tegmasin. Doim shunaqa baxtli, chiroyli oilalardan biri bo'lib yuringlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Said opa, sizga kattakon rahmat. Bugun bizani uyingizga kelib intervyu olishimizda mehmon qilib taklif qilganingizga va vaqt ajratib o'zingiz, kelinlaringiz chiroyli intervyu berganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Iloyim oilangizga ko'z tegmasin. Rahmat kelganlar uchun, bizga e'tibor berib kelganinglarga. Kelinlaringizni harakat qiluvdi, dasturxonga taklif qilaman sizlarni. Xush kelibsizlar. Yuqori bo'libsizlar, rahmat. Sal yaratgan